Yer ostida pishadigan sabzi, kartoshka, piyoz kabi sabzavotlarni kavlab olishdan oldin sotib olish yoki sotish joizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Sabzavotlarni shu yerda turgan holatida sotish masalasi ketyapti. Buni fiqhiy kitoblarimizda bu masalani joizligiga fatvolar bor. Ya'ni ikki tomon rozi rizochilik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni dehqon bilan xaridor agar rozi bo'ladigan bo'lsa, bunga ulamolar ruxsat berganlar. Endi bu holat shundayki, bir yerda turgan bir gektar misol uchun piyoz bor. Shu xaridor shunday borib, shu piyozni uzilmagan, shuni hozir sotib olish masalasini aytyapti-da. Bunga ulamolar ruxsat berganlar, hatto ruxsat berib davomida aytadilarki, Fatavoy Qozixonda ham alohida shu masala keladi. Bu oldi sotdini joizligini aytib turib, davomida aytadilarki, shu xaridor shu oladigan joyini asosiy ba'zi bir joylarni ko'rsa kifoya dedilar. Albatta butun yerdagi shu mahsulotni hammasini ko'rib chiqish shart emas dedilar-da. Ma'lum joylarni ko'rib chiqsa, bo'ldi, u hammasini ko'rgan hisoblanadi-da. U sotib olgandan keyin qaysidir joylarda shu yerdan olayotgan qaysi joyda kamchilik chiqadigan bo'lsa, yo'q, men bu joyni ololmayman olmayman deyishga unda haq bo'lmaydi dedilar. Demak, bu savdo o'zi durust. Demak, sotib oladigan odam buni bir olishdan oldin yaxshi tekshirib, ma'qul bo'lsa, demak oladi. Shu bilan bu kelishgandan keyin orqaga qaytish yo'q, savdolardan biri hisoblanadi. Vallohu a'lam bissavob.